O'zbekistonda bu ot yetarlicha mashhurlikka erishgan. Adidas. Tanimagan odam juda ham kam bo'lsa kerak bu otni. O'tgan safar chempion otxonasida 1 yoshli bolalarini ko'rsatgan edim. 2 yoshli holatini ko'rishga tayyormisizlar? Menimcha ishonmaganlar ham endi shubha qila olmasa kerak. Havas qiladigan darajada bu toylar. To'g'risi men o'zim havas qildim toylarga. Ko'z tegmasin, mashalloh. Maşallah.